Assalomu alaykum. 3-skrining qachon qildirsam bo'ladi? Вообще 3-skrining 2021-yildan beri admin qilingandi, но вступил в 11.30 prikaz bo'yicha. Hozir yangi prikaz 747N 19-dekabrdan 2025-yildan boshlab screening uchinchi обязательно qilish shart и в сроке 34 haftadan 35 haftayu 6 kungacha qilinishi kerak. Если oldin screening 2021-yilgacha 3-skrining 31 haftadan 34 haftagacha qilingan bo'lsa, hozirgi screening 34 haftadan 35 6 kungacha qilinadi. Это новый приказ, который вступил в силу с 19 декабря 2025 года. Вот, так что скрининге 34 haftadan keyin plan qilishingiz mumkin. А я пошла работать, ищу judayam ko'p, я вижу много, пишите, xudo xolisa, на днях savol javob qilamiz.